Assalomu alaykum. Bismillahir Rahmonir Rahim deb bugun paxlava qilaman. Bu uchun pechda tuxumni oqi bilan sarig'ini ayirib olib, smetana, shidra sovib oldim. Unni ilib olib, razvedxitelni sovib oldim. Razvedxitel yumshoq qiladi, paxlavamiz yaxshi bo'lib chiqadi. 3 bo'lakka bo'lib oldim xamirni. Endi tuxumni oqini yaxshilab ko'pirtirib olinadi. 2 piyola shakar soldim. Kremni yaxshilab taxlab olamiz. Mana kremam tayyor. Endi 1 kosa mayiz, 1 kosa yong'oq solinadi. Yaxshilab aralashtirib oldim. Xamirni bir qavatini pishirib olib, birinchi qavat xom bo'ladi, krem surtiladi. 3 bo'lakka bo'lgandik, birinchi qavat xom bo'ladi, krem surtib, ikkinchi qavat pishgan bo'ladi. Pishgan qavatga ham krem surtiladi. Menga 3 yoshli qizim yordam beryapti. 3-chi qavatni qo'yib, chala pishirib olinadi. Xuddi shunday kesib olib, ustiga asal solinadi. Asallarni yaxshilab surib olamiz qoshiq bilan. Yong'oq teriladi. Duxovkaga pishirib olinadi. Duxovkam yaxshi ishlamaydi, qizartirib yubordi. Video yoqqan bo'lsa obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar.